Assalomu alaykum, Umid Avtogoz obunachilari, yaxshimisizlar? Navbatdagi mashinamiz Cobalt avtomashinasi bo'ldi. Bunga 4-pokoleniya 90lik metan balon bilan metan ustanib ketib berdik, xudo xolasa. Sarazi qo'ygan joydan danıştirib olmasak. Görüşürüzmeki yerden gelin, zaporojchisi o'z joyida. Injektorlarına yerdan olmasak, Skarosnoy. Asıl W031 injektor, çempion injektorlardan biri bo'ladi yine. O'tishlarida bir ahamiyat berasiz, o'ta akkuratniy bo'lib, idealniy bo'lib o'tgan. Logo bo'lgansiz, stak Gofas 200. Reduktoruna yerdan olsak, AT20 italyanskiy reduktorlardan biri bo'ladi bu yine. Shunday e'tibor bersa, o'ta akkuratniy, idealniy bo'lib o'tadi. Şimdi balon kısmına gidelim olmasak, bunga balonu şeffaf metandan koyuldu bunga. Şeffaf metanlı balonu. 90'lık metan balon. Pastavkalar ham o'ta mustahkam pastavkadan qo'yildi. Ugli yo'q, chopilmaydi. Zavodskiy pastavkaga o'xshab turadi. Konkretniy bo'lib. Mashina masla shot spravka nomer alınmadı, akşam textdan chiqdi. 35 km yurib turibdi. 35 km mashina masla. Kulçataları şöyle koyuladı. Çotki boyup akkuratni qo'yib turadi. Yedenda hech nima mishati yo'q yana, ko'rinib turadi. Kim şimdi sifatli xizmatga kelsa, bemalol aloqa chiqarsa, ekranda telefon nomerlaringizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Xorazm viloyati Urganch shahar. Xorazm avtosavdo avtosaloni bo'ladi. Bu yerda ko'p tarmoqli xizmatlar ko'rsatiladi. Avtoservis bu yana. Masalan, bu mashinamiz avariya bo'lib kelgan ekan, kuzov qo'yiladi. Kuzov onda o'tadi. Mana qora. Zamin masla, avtoelektrik, diagnostika, razvo, barcha xizmatlarimiz mavjud. Pul o'tirish, naqd pul, farqi yo'q, professionallik bo'yina ishlanaveradi. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Cobalt mashinasi bo'ldi. Xudo xolasa yana programmalarni olib tayyor etib beramiz. Ko'rganlaringizdek 4-pokoleniya gaz qo'yildi bunga. Programmasi ishdan turibdi, xudo xolasa. Kim shunday sifatli xizmatlarga bemalol aloqa chiqarasiz.